Allah hamon salomat qilsin. Kesal munosabati bilan 2 hafta ko'rishmay qoldik. Sizlar meni ko'rgim keldi bilmayman, lekin mening orqasidan ko'rgim keldi. Biz kesal haqida to'xtalib qolgan shunday ilgari darslarda. Bu kesal güzel ishmi, yaxshimi, yaxshi emasmi vallah? Yaxshi degan qo'l ko'taranglar. Yaxshi emas degan qo'l ko'taranglar. Iymon ko'zimizdan qarag'an vaqtimizda bir narsaning yaxshi, go'zalligiga ikki xil tur bo'yicha baho beramiz. Birisi bevosita yaxshi. Mening choy ichishim, sizlarning qahva ichishinglar yaxshimi, yaxshi emasmi? Yaxshi. Dori ishinglarchi? Yaxshi, lekin natija e'tibori bo'yicha yaxshi. Demak, yaxshi ish, go'zal ish ikki turli bo'ladi. Birinchisi bevosita yaxshi. Ikkinchisi natija e'tibori bo'yicha yaxshi. Kasalmi? Yaxshimi? Bevosita yaxshi emas, ammo natija e'tibori bo'yicha yaxshi. Natija e'tibori bo'yicha qanday yaxshi? Biz kasallab qolsak, zukam bo'lib qoldik, masalan 15 kun yetib qoldim. Bu orqali Alloh taolo mening gunohimni yuvatdi. Yaxshimikan, yaxshi emasmikan? Ya'ni shu qanday foydasi bor kasallikka? Kasal bo'lgan vaqtimizda boshqalar kasal bo'lsa, bunda bo'ldi ekanda, uni yo'qlasak bo'ldi ekan, ha. Uning holiga yetsak bo'ldi ekanda, mada qilib boshqalarning holiga yetamiz. Biz kasal bo'lgan vaqtimizda Allohninki shofi degan sifatni qanday qilamiz? His qilamiz. Agar insonlar kasal bo'lmasa, Allohning bizga shifolik berguvchi degan sifatni qanday bilamiz? Alloh bizga shifolik beradi desak, nima u shifo degan? Kasal emas biz shunday-ku. Shuning qanday qilmaymiz? Uqmaymiz. Alloh taolo bizni nurg'un vaqt saq tutib, nayt az vaqt kasal qilib qo'yish orqali, ey bandam, sen mana shunday ojiz, men senga davomli shunday shifolik berib turaman. Sening badaningda nurg'ulgan viruslar kirib turadi. Sening xavring yo'q, men uni o'ltirib turaman deyish orqali biz Allohninki shifolik berguvchi degan sifatni qanday qilamiz? Tunaymiz. Ondan boshqa kasal orqali nurg'un narsalarni tunib yetamiz. Masalan, men bu qatam kasal orqali bir narsani tunib yetdim. Qaysi edi sanglar? Biz insonlar ko'p holda o'zimizning bo'lmagan narsani o'zimizning deb qoldi ekanmiz. Masalan, Hidayat akanlar ishxonim mening desa, chuqur bu ishxonninki oshxonasi nerede, uburnisi nerede, sohbat qildigan nerede bilishi lozim. Ham bu ishxonninki nima ish qildiganligini deb berish lozim. Agar ishxonim mening deb qolib, ishxon nima ish qildigan yer desa, bilmaydi ekanman desa, nima deb o'ylaysizlar? Ya ishxoni sizdan emaskan deb qo'yapsiz. Demsizlar demamsizlar? Moto bor, pastda men uydan keldim desam sizlarga hozir. Pastdagi moto mening. Desam, ochqusi bormi deb so'raysizlar. Ochqusini ko'rsatma. Moto nerede deb so'rasanglar, motoni pastdagi daraxtga bog'lab qo'ydim deb o'rni deb bersam, ham u motoni qanday haydaydiganligini masalan, qanday mangadiganligini deb bersam, u motor mening oldu. Shunday emasmi? Agar depranmasam-chu, mening motorim bor desam, nada motorlar desanglar, uqmayman desam, motor yo'q ekan, o'zini bo'lsa, nadaligini bilinglar demsa demamsizlar. Deyim shunday-ku. O'zimizga bir qarab boqaylar. Xo'p, sen. Tushlik tomoq yedingmi? Yemedingmi? Kashlik tomoqchi. Atdigan tomoq yeganmi? Tomoqni nega yegan? Yurak yeganmi, oshqozongami? Oshqozonga. Oshqozongami? Siz oshqozoning bormi? Oshqozoning nada? Bolam oshqozon borligini nadaligini o'qimayotganman o. Jigar bormi yo'qmi senda? Jigar nada? Bu jigarning nadaligini bilmasa, jigar bormi yo'qmi senda? O'ltira yaxshi. Hozir cho'ngdan so'rsamma, o'tingni nada desam, o'rni qaysini deb berasizlar? O't deb bir narsa bor. Naq o'rni ko'rsatib deb berasizlar. Balkim ko'pincha deb bermaysizlar. Deb bersanmi buni? Tekshirganlar yoki shu kesib qanaqa qilganlar, o'qiganlar biladi. Valloh bu qanday gap bu? O'pkimiz, jigrimiz bizningmi emasmikan? Bizning desak, o'rni bilishimiz kerak-ku. Uning oshqozon nadaligini bilmayding sen. Men hozir motorim bor desam, motorlar nada deb so'rsanglar, nadaki deb bermasam, ishonamsan men gapimga? Jigar bor aslida. Nima ish qildi jigar? Jigar qanto'liqlamda. O't nima ish qildi? O'tim bor edi, lekin nima ish qilganini o'qimaydi ekan. Va ishxona mening nima ish qilganligini o'qimasam men bu ishxonda. Bu mening bilan bo'lmamdi. Mening bo'lmaydi u. Mening o'qigandan cho'qim nima ish qilganligini, uning nadaligini bilishim kerakmi emasmi? Kerak. Jigarninki 300 xildan ortiq xizmati bor. Qaysini 3 xil hisoblanib berasizlar? Qaysini xarvada jigarninki 300 xil xizmati bo'lashda? Xabar yo'q. Ammo buni tekshirgandan keyin bu haqda necha yil o'qigandan keyin 300 xildan ortiq xizmati bor ekan jigarning deb bildik. Undan so'ng bu jigar bizning emasmi? Ko'zimizningki kirpiki desak, bir kunda qancha qatim echilib yepiladi ko'zimizning kirpiki? Normal odamning bir kunda ko'zning kirpiki 70 ming qatim echilib yepiladi ekan. Agar bu shunda echilib yepilmasa, ko'z qurib qilib, ko'z amavlab qolgan. Xabaringiz bormi-da? Demak, bizning xabarimiz yo'q, ko'zimiz 70 ming qatim echilib yepiladi ekan. Bu chaqchaq qilgan masala emas, jiddiy o'ylash kerak masala bo'ladi. Yurkimiz so'qidi shunda to'xtamay. Qaysining xabari bor? Men moto mening deyishim uchun, uni men xalqa vaqtda haydayalishim, xalqa vaqtda to'xtalishim kerak. O xalqa vaqtda men haydayolmasam, xalqa vaqtda to'xtalmasam, u mening deyalamdi buni. Yemayman. Endi yurkingni xalqa vaqtda to'xtalamsizlar, xalqa vaqtda mangdorlamsizlar. Bizning xabarimiz yo'q, to'xtamay mangdi. Ko'zimiz to'xtamay echilib yepilib turadi shunda. Bizning emas bu. Agar bizning bulab qolgan bo'lsa-mu, biz hududdan chiqamaymiz ma'azan. Ko'zimizning kirpikini chiqatib, echib yepilib bir kunda 70 ming qatim. Agar Alloh bizga ey bandam, tamam, sana bir ko'zingni uzang bir taraf qil degan bo'lsa, bir kunda qancha qatim echib yepishimiz kerak ko'zimizda 70 ming qatim. Boshqa ish qilolmay, nima ish qilsa, o ko'zimni echib yepilma. Yurkimizdan 96 ming kilometrlik qon tomiriga qon avatish uchun to'xtamay so'qish kerak shunda-ku. Agar yurkimizni bizga bersa Alloh taolo, davomli qonni badanimizga taqtish uchun to'xtamay shunda so'qishimiz kerak. Nima ish qilsa, yurkim to'xtab qolsa, o'lib qolganda, hammamiz bu shunda mashg'ulimiz uchaqda. Unda bo'lsa, bu yurak, bu ko'z, bu oshqozon bizning
mulkimiz mikan? Demak biz nadiligini bilmaydigan narsalarni bizning deymiz. Bak Kuzeynek mening setib olgan. Ko'z mening emas. Uni men echib yapmayman men. Xumaydi ekanman men daqiqa shu vaqtdagi maqolani o'qigan birisidan anglab 70 ming qatim echilib yapilganligini bildim meningki. Demak bütün vücudumuz, bütün a'zoyimiz o bizning emas. Bizga ba'simi biz uning huddusidan chiqolmaymiz. Shunga Allohning Qur'onda bunda bir oyati bor. Va lahul mulku. Bütün igidorchilik kimdan? Allohning. Bütün igidorchilik Allohning degan vaqtida xayolimizga yomg'ir kelishi mumkin. Chunki yomg'irni biz yig'dira olmaymiz. Quyosh kelishi mumkin, osmon kelishi mumkin. To'g'ri. Uning igidorchiligi Allohning. Ammo shu hozir men gap qilayotgan ig'zimning igidorchiligi kimda? Allohda. Chunki men bir qitim gap qilishim uchun sekundga mening badanimda 30 dan 50 qadar hujayra uylab terish kerak. Mening buningdan xabarim yo'q. Men tirildirmadim. Demak, bizning igidorchiligimiz kimda ekan? Alloh. Quyoshning igidorchiligi kimda bo'lsa, bizning kuzimizning igidorchiligi Allohda. Yomg'irning igidorchiligi kimda bo'lsa, bizning xuluqimizning, ig'zimizning igidorchiligi Allohda. Endi o'ylab boqaylik. Bizning kuzimizning igidorchiligi Allohning ilkida ekan, ig'zimizning igidorchiligi Allohning ilkida ekan. Hammasi Allohning mulki ekan. Bu butun igidorchilik Allohning bo'lgan bu a'zolarimizni Alloh rozi bo'ldigan yo'ldan boshqa ishlatsak, bizdan tuzkor, bizdan xiyonatkor odam bo'ladi dunyoda qarindoshlar. Sen bir shirkatda ishlading. Ishlatgan kompyutering shirkatninki, kiygan kiyimingdan tortib bütün xarajatın şirketininki. Ama sen şirket için işlemey, başka şirket için işlesen şu şirkette durup, sen o şirkete xiyonat qilgan bo'lasizmi bo'lmasa? Albatta bo'lamiz. Chunki bu şirketin bütün ta'minotini qamdagandan keyin, şirketning kompyuterini ishlatgandan keyin, bütün xarajatni shirkat ko'targandan keyin shu ishlashimiz kerak. Yani shunga o'xshash. Bizning bütün kuzimizning igidorchiligi, xulqimizning igidorchiligi, ig'zimizning igidorchiligi, hayotimizning igidorchiligi Allohning bu ko'zni, bu quloqni Allohning yo'lga ishlatishdan boshqa bir yo'lga ishlatishdan cho'ng tuzkorlik bo'ladi. Endi Allohning yo'ldan boshqa o'zimizning nafsi uchun ishlatish emas. Allah'a asi bulduğu yolga işletiş yok. Allah'a günahkar bulduğu yolga, Allah razı olmaydığı yolga işletiş yok. Neme için günah ötkürsek Allah'ın bizni dozaqda açaydıqalığını düşündüğünü mı vallahi? Demek Allah bizge közünü verse, kulağını verse, hele hem hayatlık hemimiz Allah'tan kip tuğan tursa, biz Allah'ın bütün mülkünü işletip durup Allah'a asilik kılsa, Allah'ın gazip gelişi haqliq mı, haqliq emas mı? Dadansının bütün xaracatını götürüp verse, bütün çıkımını götürüp, hem ihtiyacını qamdap verse, davamlı dadının açığını keltirdiği işlerini kılsa, dadanın uruşu haqliq mı, haqliq emas mı? Demek bizning hayatımız, bütün a'zoyimiz Allohning bo'lgan ishkan. Shundaqla bizning bu hayotda huzur halovat elishimiz uchun, mizlik tamoqlarni yeyishimiz uchun, tilimizning ta'mi, bunimizning puruqi, ko'zimiz, hamma bu iqtidorni Alloh bizga davomli berib turgan ishkan. Buning qarta nima deyishimiz kerak? Rahmat deyishimiz kerakmi emasmi? Oldinlar hozir biz taqlaga kelsa, rahmat deymizlar demamizlar. Nimish rahmat deysizlar? Yaxshilik qilganga javob qaytirish, rahmat deyish insoniy tabiat. Endi bizning davomli ko'zimizning ko'rishini, ko'zimizning qurib ama bo'lib qolmasligini saqlab, davomli bizningki yuragimizning so'qishini saqlab, bizning hayotligimizni saqlab, bu shundoq hayotlik berayotgan, igidorchilik Allohning qulida bo'lgan a'zolarimizni ishlatib turib, shundoq bizga ne'matlarni berayotgan tursa, Allohga rahmat demasak, edepsiz inson bo'lamdiq, bo'lmamdiq. Tuzkor inson bo'lamdiq, bo'lmamdiq. Shuning uchun deydi Alloh taolo, lahul mulku va lahul hamdu. Mulk Allohning, bütün igidorchilik bizning vujudimizdagi, hayot turishimizdagi bütün igidorchilik Allohning bo'lgan ekan, va lahul hamdu. Hamdi kimga bo'lish kerak? Allohga bo'lish kerak. O ko'zni, o quloqni, o ig'izni, o qo'lni Alloh uchun ishlatib, Allohga rahmat deyishimiz kerak. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson va jinlarni menga ibodat qilish uchun yaratdim degan gapni endi tushundinglarmi? Alloh sana ko'zni berdi, quloqni berdi, shundaqla sening hayot turishing uchun yuragingni so'qtadi, ko'zingni ochirdi. Shundaq qilishing nima uchun? Allohga xizmat qilishing uchun. Xuddi men shirkat ochdim nima uchun? Davomli kishilarning ishlab menga pul tepishi uchun. Bunda deyish haqqi bormi yo'qmi? Alloh bizga hayotlik bergan ekan. Davomli bizniki hayot turishimiz uchun Alloh taolo bizga bir kuch-quvvat bergan ekan. Bu kuch-quvvatni, bu iqtidorni Alloh menga uchun ishlatsa deyishi Allohning haqqimi emasmi? Haqqi qarindoshlar. Bizningki jinimizning emas, navbatda ko'rayotgan ko'zimizning, navbatda ishlayotgan a'zolarimizning hozirgi mulki, hozirgi igidorchiligimi Allohning qo'lida, Allohning ilkida. Shunga biz bir odamga musibat yetsa, va yoki ofatdasin deymiz, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Inna lillahi degan gap biz Allohning degan gap. Bir adam vafat topsa inna lillahi deyishimiz, biz Allohning do'q, Alloh qanday qildi yana oldi. Bu hayot xuddi hozir men sizlarga ma telefonni bermas sana. Ishlat, xala vaqt elib olaman dedim. Ishlatdim. Xala vaqt qanday qildim? Elib oldim. Men sizlar yomonlik qildingiz desanglar bo'lamda? Bo'lmaydi. Chunki men senga berdim, foydalanib ol dedim, endi oldim. Endi hisob so'rayman. Bu telefonni nimaga ishlatdim? Shunga o'xshash Alloh taolo bizga jonni berdi. Bir qancha yil ishlatimiz, Alloh xalagan vaqtda bizni elib oladi. Ondan keyin biz hamma sen hayotlik berdim. Davom hayot turishing uchun butun azangni saq qildim. Endi sen uni nimaga ishlatding deydi.
Lahul mulku va lahul hamd. Hozir men qarab tabassum qilishingmi? Allohning mulki, Allohning iydorchiligi. Qandavlar bir odamning tabassum qilganligini bilmaysan. Shunday emasmi? Alloh sana shunda tuyg'uni berdi. Har bir holatimiz Allohning kontrolida bo'lgan ekan. Har bir vaqtimizni biz mayli nima ish qilaylik, qilgan ishimizning oxirgi nuqtasini Allohning roziligiga bog'lashimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekan, biz xiyonatkor. Chunki biz omonatdor. Shunga biz bu yerda vafot tafsirini deymiz. Omonatni egisiga topshiribdi deymiz. Jinimiz omonat, pulimiz omonat, aqlimiz omonat, zehnimiz omonat. Biz vafot topdik degan gap omonatni egisiga topshirdik degan gap. Endi u omonatni saqlash jarayonida u omonatni boshqaga ishlatgan bo'lsak, biz omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Qiyomat kuni xiyonatkor bo'lamiz. Qiyomat kuni xiyonatkor bo'lmasligimiz uchun bu Allohning omonat olgan quloqimizni, ko'zimizni, ig'zimizni, qo'limizni, hamma a'zolarimizni Alloh rozi bo'ldigan yo'lga ishlataylik. Bo'lmasa biz xiyonatkor bo'lib qolamiz. Chunki butun a'zoyimiz kimningki? Lahul mulk, Allohning. Unda bo'lgan ekan, va lahul hamd. Rahmat kimga ulash kerak? Allohga ulash kerak. Rahmat qanday bo'ldi? Alloh rozi bo'ldigan ishlarni qilish orqali. Endi o'zingizda o'ylab baqing. Chosh deymiz, ko'z deymiz. Bunda bizning hech qanday hassimiz yo'q vallahi buningda. Bir odam chechib ketsa, necha ming dollarga chosh tiktirdi hozir. Bu chosh asli pulliqmagan, pulliq emasmi ekan? Pulliq. Ko'zingni ojishib ketsa, operatsiya qildirmoqchi bo'lsanglar, 10-15 mingga operatsiya qildirsizlar. Bu ko'zdan ko'rishi pulliqmagan, pulliq emasmi ekan? Pulliq. Börak almashtirishga shop qolsa, börakni pulga olasizlar. Demak, börakni mutmakan, mut emasmi ekan asli? Mut emas, pulliq narsalar u. Lekin u narsalarni sizdan Alloh taolo pul oldimi? Yo'q. Bikoga berdi. Omonatga qo'ydi. Ma benden börakni nimaga ishlatdi, qo'lni nimaga ishlatdi, ko'zni nimaga ishlatdi deb omonat qo'ydi. Shunga Allohning omonatiga xiyonat qilmaylik qarindoshlar. Harom narsalarni ko'rish orqali ko'z omonatiga xiyonat qilmaylik. Harom narsalarni yeyish orqali ig'iz omonatiga xiyonat qilmaylik. Harom narsalarni tutish orqali qo'l omonatiga xiyonat qilmaylik. Harom narsalarga Alloh rozi bo'lmaydigan ishlarga aqlimizni ishlatish orqali bu aql omonatini zoya qilmaylik. Alloh taolo hammamizni saq salomat topshirig'ini nasib qilsin omonat egasiga. Lahul mulku va lahul hamd. Hammanglarga bir o'yinlashga bir vazifa bo'lsin. Butun igidorchilik Alloh. Unda bo'lgan butun rahmat, butun madhiya Allohga xos. Alloh taolo hammamizga u ne'matlarni tunug'ili, omonatni tunug'ili, omonatni joyida saqlig'ili, omonatni o'z egasiga joyida shaklda qaytarishni nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.